Hakim mulki Turan, Amir Turkiston. Buyuk sarkarda va to'rtxon hukmdori Amir Temur rostdan ham mo'g'ul bo'lganmi? Bugun shunga aniqlik kiritib ko'ramiz. Bu savol tarixchilarni asrlar davomida o'ylantirib keladi. Keling, dalillarga qaraymiz. Amir Temur o'zini Barros qabilasidan deb tanishtirgan. Barros qabilasi tarixi mo'g'ullarga borib taqalsa ham, ular 12-13 asrga kelib Mo'g'ulnahrda to'liq turklashgan edilar. Ular o'zbek, turkman va boshqa turkiy qabilalar bilan aralashib, turkiy til va madaniyatni qabul qilgan edi. Amir Temurning davlat tili sifatida foydalangan tili Chig'atoy tili edi. Bu sharqiy turkiy tillardan biri bo'lib, hozirgi o'zbek tilining asosi hisoblanadi. Uning saroyda yozilgan hujjatlar, xatlar va adabiy asarlar turkiy xususiyatga ega edi. Mo'g'ul tili esa Temur davrida deyarli ishlatilmay qolgan edi. Temur o'z oilasini turkiy deb atagan va u mo'g'ul urf-odatlaridan ko'ra turkiy an'analarga ko'proq yaqinroq edi. Temur o'zini Chingizxon merosiga da'vogar deb ko'rsatgan, ammo bu siyosiy strategiya edi. U o'zini turkiy xalqlarining rahbari deb bilardi. Tarixchilar uni turklashgan mo'g'ul deydi. Amir Temur turk edi, lekin naslida uzoq mo'g'ul ildizlari bor. Uning merosi turkiy dunyoda yashaydi. Agar sizda hali ham uning turk bo'lganiga ikkilanish bo'lsa, shunchaki eslang, mo'g'ullar ham aslida turkiylardan edi.